Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli kuzatuvchilar. Mat birinchi qism darsimizga xush kelibsizlar. Bugungi darsimizda mat muttasil va mat munfasil qanday matlar ekanligi, mat muttasil nega 4 xil cho'ziladi-yu, mat munfasil nega 2 xil cho'zilishligi, shuningdek shunday o'rinlar bor ekanki, nega u o'rinlarni ko'pchilik mat muttasil deb o'ylab, aslida u o'rinlar mat munfasil ekanligi haqida so'z yuritamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mat o'zi nima? Mat so'zi lug'atda cho'zish degan ma'noni anglatadi. Istilohda esa mat harfini yoki lin harfini cho'zib talaffuz qilishga mat deyiladi. Shu o'rinda bir qancha terminlar haqida to'xtalib o'tishligimiz kerak. Bu yerda ham ishlatilyapti mat harfi, lin harfi. Birinchisi, mat harfi bu nima? Mat harfi bu cho'ziq unlilarni hosil qilib kelayotgan alif, vav, ya hisoblanadi. Ya'ni zammadan keyin kelayotgan vav, kasradan keyin kelayotgan ya hamda fathadan keyin kelayotgan alif, bular hech qanday belgi olmaydigan bo'lsa, mat harflari deyilar ekan. Nuhiha so'zida 3 ta mat harfini ko'rishligimiz mumkin va bular 2 harakat miqdoricha cho'ziladi. Shuningdek, bularning kichraytirilgan shakllari ham qo'llanilib, bularning vazifasi ham xuddi kattalarning vazifasidek mat harflari sifatida kelishdir. Malik yalvun ilafihim. Ikkinchi, lin harflari nima? Fathadan keyin kelayotgan sukunli vav yoki sukunli ya lin harflari deyilar ekan. Maut, uroyish. Uchinchi, asli sukun so'zning o'zagida mavjud bo'lgan biror bir qoida tufayli o'zgarib qolmaydigan sukundir. Oriziy sukun esa vaqf tufayli paydo bo'ladigan sukundir. Biz vaqf birinchi qism darsligimizda aytgan edikki, ba'zi so'zlarning oxirgi harfi agar harakatli bo'ladigan bo'lsa yoki in tanvinini, un tanvinini olayotgan bo'lsa, vaqfda o'sha harfni sukunli qilib o'qiymiz. Ana shu sukun oriziy sukun deyilar ekan. Endi esa mavzuga kirishsak. Mat muttasil. Bitta so'zda birorta mat harfidan so'ng qat'iy hamza keladigan bo'lsa, bu mat harfi cho'zib o'qiladigan va muttasil deb ataladigan matga aylanib ketadi va uning ustiga boshga o'xshash mat belgisi yoziladi. Masalan, ushbu bitta so'z va u yerda mat harfi bo'lgan alifdan so'ng qat'iy hamza kelmoqda va bu alifning ustiga mat belgisi yuklatilmoqda. Muttasil mat qancha muddat cho'ziladi? Matlarning cho'zilishligi siz bu matni qaysi qiroatda o'qiyotganligingizga bog'liq. Bizning yurtlarda Imom Hafs qiroati keng tarqalganligi uchun biz muttasil matning cho'zilishligini Hafs qiroati misolida ko'ramiz. Hafs qiroatining 2 yo'nalishi bor bo'lib, bular shotibiyya va toyyiba deb ataladi. Agar siz Hafs qiroatining shotibiyya yo'nalishida o'qiyotgan bo'lsangiz, vaqfda 5-6 harakat, vaslda 4-5 harakat. Agar toyyiba yo'nalishida o'qiyotgan bo'lsangiz, vaqfda 4-5 harakat, vaslda esa 4 harakat cho'zasiz. Muttasil matning paydo bo'lishiga sababchi bo'layotgan qat'iy hamza agar so'zning oxirida kelayotgan bo'lsa va o'sha so'zda vaqf qilayotgan bo'lsak, vaqfda degan cho'zilishlik miqdorlardan foydalanamiz. Aks holda, ya'ni bu so'zni keyingi so'zga bog'lab o'qiydigan bo'lsak yoki bir so'zning ichida
qat'iy hamzadan keyin qanaqadir harflar bo'ladigan bo'lsa, vaqfda emas, vasldagi cho'zilish miqdorlaridan foydalanamiz. Misol: oyatning ushbu o'rnida muttasil mat kelayotir. Agar biz bu so'zda to'xtaydigan bo'lsak, vaqf qiladigan bo'lsak, shotibiyya yo'nalishida o'qiyotgan bo'lsak 5-6 harakat, ammo toyiba yo'nalishida o'qiyotgan bo'lsak 4 yoki 5 harakat cho'zamiz. Ammo vasl qilib keyingi so'zga bog'lab o'qiydigan bo'lsak, shotibiyya yo'lda 4-5 harakat, toyiba yo'lda esa 4 harakat cho'zamiz. Keling, vasl qilib o'qib ko'raylik. إذا جاء نصر الله والفتح 5 harakat cho'zdik. Shotibiyya yo'nalishida vaqf qilayotgan bo'lsak 6 harakatgacha cho'zib yuborishligimiz mumkin. إذا جاء hamzani sukunli qilamiz va nabr qoidasiga binoan tovushni birozgina balandroq qilib hamzaga urg'u beramiz. Bu so'zlarda ham muttasil matlarni ko'rishligimiz mumkin. Ammo bu so'zlardagi qat'iy hamzadan keyin harf bo'lganligi uchun biz vaqfdagi cho'zilishlarga e'tibor qaratmaymiz, faqatgina vasldagi cho'zilishlarga e'tibor beramiz. Ulaik, halail. Endi munfasil matga o'tamiz. Birinchi so'zimizning oxiri birorta mat harfiga tugaydigan bo'lsa va ikkinchi so'zimizning boshi qat'iy hamza bilan boshlanadigan bo'lsa, birinchi so'zimizning oxirgi mat harfi cho'zib o'qiladigan munfasil matga aylanadi. Masalan, bu mashqda birinchi bima so'zimiz alif bilan, ya'ni mat harfi bilan tugamoqda, ikkinchi so'zimiz esa qat'iy hamza bilan boshlanmoqda va alif cho'ziladigan munfasil matga aylanadi. Munfasil mat qancha cho'ziladi? Hafs qiroti bo'yicha shotibiyya yo'nalishi bo'yicha o'qiyotgan bo'lsak 4 yoki 5 harakat, toyiba yo'nalishida o'qiyotgan bo'lsak 2 harakat cho'zamiz. Bima unzil, ma aghna. Toyiba yo'nalishida o'qiyotgan bo'lsak 2 harakat cho'zib, yurida islaha deb o'qiymiz. Hatta iza. Muttasil va munfasil matga tegishli misollar. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وجاءوا أباهم عشاء يبكون. Savol: bu yerdagi mat muttasil matmi yoki munfasil matmi? Ko'rinishidan bu mat muttasil matga o'xshab ketadi. Bitta so'zda alifdan keyin qat'iy hamza kelmoqda.
Ammo bu mat muttasil mat emas. Chunki bu yerda ikkita so'z bor. Ya birinchi so'z, ayyuha ikkinchi so'z. Shuning uchun ya bilan boshlanadigan so'zlardagi matlar muttasil emas, balki munfasil mat hisoblanadi. Va biz bularni munfasil mat bo'yicha shotbiyya yo'nalishda o'qiyotgan bo'lsak 4-5 harakat, toyyiba yo'lda esa 2 harakat cho'zamiz. Ikkinchi savol: bu so'zdagi mat muttasil matmi yoki munfasil matmi? Bu yerda ham ko'rinishidan muttasil matga o'xshab bir so'zning ichida alifdan so'ng qat'iy hamza kelyapti. Ammo bu yerda ikkita so'z bor. Ha, antum. Shuning uchun ha bilan boshlanayotgan jumlalardagi matlarni munfasil mat sifatida cho'zishligimiz kerak bo'ladi. Birinchi qism o'z yakuniga yetdi. Video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, nima qilishni bilasiz. Keyingi ikkinchi qismda ko'rishguncha salomat bo'ling. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.